Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Hazrati Ali karramallohu vajhu, Hazrati Bilal, Hazrati Umar sahobai kiromlar bilan suhbatlashib o'tirganlarida bir ayol izin so'rab yig'lab kirib keldi. Nima voqea bo'ldi deb so'radilar sarvari olam. Sahoba Alqama do'stingiz og'irlashib qoldilar. Nihoyatda qattiq sakratda yotibdilar. Shuni xabarini bergani keldim dedi ayol. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Sufi Bilalga, Hazrati Aliga borib Alqamani holidan xabar olinglar dedilar. Sahobalar kelishida haqiqatda